Birinchi kundan kelganimdan asosiy e'tiborni, prioritetni talabalarga berish kerak degan narsani boshladik. Biz unga moslashishimiz kerak, ular bizga emas. Yangi rektordan, yangi rahbardan nima o'zgarish bo'lishini xohlaysiz? Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Balkim Summer Schoolga joyi ko'paytirish kerakdir. INXAga kelganingizda birinchi sizga nima yoqmagan? Auditoriyada leksiya o'tish bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lish kerak emas. Universitetning asosiy funksiyasi butun dunyoda bizlarni bitiruvchilar turadi. Tesla'da, Amazon'da, Google'da, Microsoft kompaniyalari. Shaxsiy fikri bor bo'lgan, rivojlanishni xohlagan odam, o'qishni xohlagan odam kirganda, Bizga mustaqil fikrlaydigan bolalar kerak. birinchi marta bunaqa rektorni ko'rishim. Assalomu alaykum avlod media obunachilari hamda talabalar. INXAda yangi davr boshlandi. Sababi universitetga yangi rektor tayinlandi. Bugun biz birinchilardan bo'lib, u kishidan eshitamiz. Qanday o'zgarishlar bo'lmoqda? Talabalar uchun qanday yangiliklar bo'ladi? Umuman INXAning kelajagi qaysi yo'nalish bo'yicha rivojlanadi? Batafsil gaplashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Bobur Abdullayev. Sizni INXA universiteti rektori tayinlanganingiz bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugun biz siz bilan samimiy suhbat qurmoqchimiz. Chunki siz yoshlar, talabalar rahbar sifatida, nafaqat rahbar sifatida, balki ilhomlanadigan inson sifatida ham tanishni xohlashmoqda. Shuning uchun o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot, ta'lim yo'lingiz haqida ham ozgina aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Avvalambor xush kelibsizlar. Toshkent shahridagi INXA universiteti bu o'zini bozorda, o'sha ta'lim bozorida ko'rsata olgan universitetlardan eng mashhur universitetlardan biri. Sizlarni o'tib ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men bu joyga tayyorlanganimga, bu joyda ish boshlaganimga ko'p bo'lmadi. 2 oydan sal oshdi hozircha. Endi oldimizga ancha planlarni belgilab oldik. Juda katta natijalar ko'rsatish niyatimiz bor. Uning uchun endi hozirgi qilayotgan ishimiz o'sha komandani jipslashtirish, bitta maqsad yo'lida birlashtirish. Keyinchalik oldimizga qo'ygan 5 yillik planimizni hozir tayyorlayapmiz. Planning orqasida ishlashni boshlaymiz. Endi shaxsiy masalaga keladigan bo'lsak, men ham shu Toshkentda tug'ilib katta bo'lgan, o'zini yoshligida ota-onasidan gap eshitib, o'qigin deyurishgandan o'qib katta bo'lgan bolaman. Ko'pchilik o'ylaydi, bu rektor oldiga kirishimiz kerak, qiyin ekan, bola ekan. Boshqa bunaqa narsa yo'q. Birinchidan juda katta yoshli odam emasman. Hali yoshman, rektor bo'lsam ham, shuning uchun ham yoshlar bilan topish osonroq. Ishda katta foyda beradi. Endi ta'limda yo'lingiz qanaqa bo'lgan deb so'radingiz. Endi shaxsiy o'zimni ta'limim olsam, masalan, yoshligimdan o'zi ingliz tili, matematikaga rosa qiziqardim. Keyinchalik o'sha qiziqishlarim menga katta foyda berdi. Hozirgacha juda ko'p joylarda ishlab ko'rish imkonim bo'ldi. O'sha boshida shu ota-onam bilan nima deydi, yoshligimda 10 yoshimgacha shu bozorlarda ham ishlab ko'rdim, do'konlarda ham ishlab ko'rdim. Keyinchalik har xil sohalarda nima deydi, o'g'il bola deb hamma narsani ishlatishga harakat qilishgan ko'rganmiz. Asosan IT yo'nalishimni tanlaganimda 14 yosh edim. O'sha yoshdan boshlab уже men ITda o'qishim kerak, men IT ishni bo'laman, kompyuterdan egasi bo'laman, ustasi bo'laman, hokazo. Keyin borib programmistlikni boshladim, dasturchi bo'lishni boshladim. Dasturchi bo'lib bir necha loyihalarni qilgandan keyin IT vazirlikka o'tib ishladim. IT vazirlikda keyin shu loyihalardan bittasi sifatida Toshkentda Hindistonning bir universitetini tashkil qilish vazifasi yuklatildi. Keyinchalik shu universitetga rahbar bo'lib o'tdim, o'tib 5 yil ishladim va hozir mana endi Koreya universitetida 2 oy bo'ldi. Xudo xolasa bu yerda ham 5 yil ishlasam, bu yerda ham xudo xolasa yaxshi natijalar qilamiz. Yoshlarga foydali. INXAga kelganingizda birinchi sizga nima yoqmagan? Shu narsani o'zgartiraman, men shu narsa menga yoqmagan, shu narsada rivojlanish bo'ladi degan maqsad qaysi bo'lgan birinchisi? Yoqmagan to'g'ri, meni fokusimga to'g'ri kelmaydiganda aytaylik, yoqmaganda bo'lmaydi, chunki hamma rahbarda har xil boshqaruv metodi bo'ladi. Birinchi kundan kelganimdan asosiy e'tiborni, prioritetni talabalarga berish kerak degan narsani boshladik. Chunki bu производственный kompaniya emas, bu ishlab chiqarish emas, bu universitet. Universitetning asosiy odamlari bu yoshlar.
nega aynan talabalar ularga e'tibor yoki boshqa tomondan qanaqa? Yo'q, ularga e'tibor va ularni rostakasini bozorga tayyor yaxshi mutaxassis qilib chiqarishga asosiy e'tibor qaratish. Shunda boshqa narsalar o'z-o'zidan bo'ladi. Masalan, ta'lim sifati deyiladi, o'qituvchilarga yordam berish, ularni nima deydi, faoliyatini yaxshi olib borish uchun imkoniyat yaratish va hokazo. Bularning hammasi talabaga qilingan fokusdan kelib chiqadi. Hamma narsa, hamma xodimlar o'zini qilayotgan ishida xayolida ushlash kerak bo'lgan bitta fokus nuqta bo'lishi kerak. Universitetda bu fokus nuqta talaba bo'lishi kerak. Shundagina shu talabani rivoji uchun, shu talaba nimadirga erishish uchun intilish bo'ladi. Masalan, fokus nuqtasi o'qituvchi deb oladigan bo'lsak, biz o'qituvchiga ko'proq e'tibor berishni boshlasak, talabani xohishlari, istaklari boshqacha. Bu qolib ketadi. Masalan, 40 yoshdagi o'qituvchi qatta-yu 20 ga to'lmagan talabani xohishlari boshqa bo'ladi. Mana bu beta avlod, Z avlod degan tushunchalar bor, ya'ni hozir yoshlarning fikrlashi umuman boshqacha. Biz unga moslashishimiz kerak, ular bizga emas. Shundagina bizani qabul qiladi, biz berayotgan bilimlarni qabul qilishni boshlaydi. Boshqachasiga tasavvur qilishimiz qiyin. Ismim Qodirova Gulirano. Gulirano. Nechinchi kurs hozir? Ikkinchi kurs SB logistikadan. Necha yoqadimi? Ha, yoqyapti. Nimaga bu yo'nalishda? Sababi O'zbekiston shu logistika sohasida katta o'sishni kutyapti O'zbekistonni. Shu sababdan logistikani aynan tanlaganman. Mana qarang, men universitetga rektor bo'lganimga 2 oy bo'ldi. Nima kutyapsizlar yangi rektordan? Nima o'zgarishlar kutyapsizlar? Menimcha hammasi yaxshi, hech qanaqa nyuans ko'rganim yo'q lekin. Keling, intervyu uchun emas, ochiq gaplashamiz. Yo'q. Yangi rektordan, yangi rahbardan nima o'zgarish bo'lishini xohlaysiz? Mana masalan, birinchi kunda kelganimda menga bolalar aytishdi, "Ani lift olib tashlaylar administratsiya uchun" degan narsani hamma uchun bo'lsa, ishni okey. Yoki sport zalga kech payt 10 gacha ishlaydigan qilinglar. Bolalar so'radi, o'g'illar. Okey. Yana nima? Yana kim ishdan haydab yuboradi? Nasriddin. Yo'q, Nasriddinga kirmaydi. Lekin yo'q, hamma yaxshi. Hamma professorlar yaxshi. Kontraktingizni kim to'laydi? Odam to'laydi. Yo'q, byudjet yo'q. Yo'q, kontraktda Qiyin emasmi? Endi qizim kontrakting oson bo'lmayapti, yaxshi o'qigan deyishadimi? Shunaqa deyishadi albatta. 40 million kichkina summa emas, lekin juda qiynalib ham to'laymiz. Endi sifatli ta'lim hech qayerda arzon bo'lmaydi. To'g'ri. No, byudjet imkoniyati bor masalan. Har doim akademik byudjet olsa bo'ladi. Bitta semestringizni yaxshi yopsangiz, keyingi semestrga diskont olsa bo'ladi. Xabarimiz bor. Birinchi kursdan kirganda masalan imkoniyat bo'lgan 100 tadan bitta byudjetda ushlash mumkin edi. Balkim summer schoolga joyi ko'paytirish kerakdir. Chunki juda ham kandidatlar ko'p-da unga harakat qilayotganlar ham. Koreyaga borib kelishga, конечно, путешествие aynan logistikamiz, logistika endi международный narsalar ko'proq biladi-yu, endi bilib kelsa, o'sha nimasi ham, mindseti ham, kruгозорi ham ancha kattaroq bo'ladi. Bu yil ilmadingizmi summer school? Yaxshi o'qish kerak-da. Yaxshi o'qish kerak. Mayli, endi 4-kursda logistika bo'lib turishga e'tibor beraman. В любом случае sizlar borasizlar. Ikkinchi vazifa bu o'qituvchilar va yordamchi xodimlarni bir jamoat sifatida birlashtirish. Men boshidan ko'rdim, ozgina bir-biridan farqi bor ekan. O'qituvchi alohida o'zining ishini qiladi, jamoat alohida o'zining ishini qiladi. Bu to'g'ri emas. Yagona maqsad bo'lishi kerak universitetda. Endi asosiy fokuslar shular, lekin qolgan hammasi shulardan kelib chiqadi. Talabalarda shunaqa fikr borki, rektor bo'lsam bu narsani o'zgartirardim, rektor bo'lsam mana bunaqa ish qilgan bo'lardim degan narsalar har doim ularning xayolida yuradi. Ayta olasizmi siz rektor sifatida bu narsalarni bittada qilish osonmi yoki ular shunaqa oson o'ylaydimi? Bittada mana bunaqa qilganda bo'lib ketadigan ish bu. Men bunaqa tushuntirgan bo'lardim. Ya'ni o'zingizni vazifangizni qiyinchiliklari shu haqida qiyinchilik yoki oson? Qiyinchiliksiz vazifa bu vazifa emas-da, u o'yin. Biz o'yin bilan shug'ullanmaymiz. Biz juda ko'p yoshlarni o'zini kelajakdagi o'rnini topishiga ta'sir qiladigan ishda ishlaymiz. O'z-o'zidan bu juda katta mas'uliyat, juda katta vazifa. U yerda qilinadigan bitta kichkina qadam ham qaysidir bir guruhni kelajagini o'zgartirishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bitta keskuncha 70 marta o'ylashga to'g'ri keladi. Bu boyga aytgandek oddiy korxonalarda yoki boshqa joylardan ko'ra ko'proq ta'sirchanroq o'zgarishlarga. Masalan, deylik, bitta kichkina o'zgarish qilish qaysidir o'sha yoshlarimizni, ukamiz, singlimizni
kelajakda noto'g'ri qadam qo'yib qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Bunda agar sizni kelajakda maqsadlaringiz, o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadingiz aniq bo'lmasa, masalan, rostdan ham shu yoshlarga aniq yordam beraman, shularni yaxshi mutaxassis tayyorlayman degan fikr bilan ish boshlamasangiz, men ishxonaga keldim, oylik olaman, ishimni bajarsam bo'ldi, ketaman degan fikr bilan bo'lsa, unaqa ishlab bo'lmaydi. Jamoada ham rektor bo'lib ham. Sizni rektorlikdan tashqari yana qanday rollarda ko'rish mumkin? Masalan, ota, do'st yoki o'qituvchi sifatida. Meni 4 ta farzandim bor. 3 o'g'il, bitta qiz. Ota rolimni juda yaxshi ko'raman. Endi ustoz, men o'zim dars o'tmayman, lekin ustoz sifatida shogirdlarim juda ko'p. Men tayyorlashni yaxshi ko'raman. Yana kim? Farzand sifatida bitta zo'r anekdotim bor, har doim aytib yuraman. Rektorlikka ham tayyorlangan paytimda 1 yosh edim. Ko'rding? Ha, ayting. 31 yosh edim. O'shanda onam bilan oldilariga kelib, onam rektor bo'ldim, universitetda rahbarlik qilishni boshlashim kerak ekan. Yaxshi borni chiqib non tekin degan edim. Ona uchun har doim non kelibsiz. Sessiya qildim. Cheating qilyapsizlar, yaxshi bo'ldi. Video bor ekan. Keling, bir minut. Maylimi, bir ikkita savollar bersak. Bunga mikrofon berish kerak edi. Da, mana beraman. Gap ikki og'iz. Bo'pti, aytolmayman. Birinchisi qochdi. Men tanlab bergan qochdi. Men tanlasam shunaqa bo'ladi, men qochib ketaman. Keling, bular bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bir ikkita savollar bor, rektor bilan gaplashasizmi? Xohlagancha savollaringiz bo'lsa, beraman, ochiqchasi gapiraman. Savol yo'q. Keling, siz ajrattirmasdan. Keling yo'qsa. Oddiy savol bilan kelyapmiz. Men universitetda yangi rektor bo'ldim. 2 oy bo'ldi. Yangi rahbariyatdan nima kutyapsizlar? Nima o'zgarish kutyapsiz? Ko'rsating. Bizga farq sezilmadi. Yo'q, hali sezilmaydi. Kelajakda nima o'zgarish kutyapsizlar? Qanaqa nyuans o'zgarishni kutyapsizlar? O'zgarish. Kim ishdan haydab yuboring? Hammasi yaxshi edi, hammasi yaxshi. Bitta Nasir qiynavyapti. Nasir hammani qiynaydi. Zato o'qishga majbur qiladi. Shunaqa. Yana nima? Men masalan boshida kelganimda birinchi bolalar sport zaliga do'st ketish paytida ham qidiringlar deyishdi. Yana shunga o'xshagan nimadir izanglar bormi? Sport zal anaving ham qilish kerak, оборудование. Hop. Mana bu narsalar qiyshayib ketgan. Yiri universitetda o'zi bo'yicha-chi, o'qish bo'yicha? O'qish bo'yicha hammasi yaxshi. Endi odam o'ziga bog'liq o'qish. Ha. Men sharoitga ham odam do'sti bo'lmasa o'qimaydi bor. Cheating qilish imkoniyati bor. Ha, bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. Gaplashish kerak. Yaxshi. Ochiqchasiga aytamiz. Rostdan ham siz aytganingizdek, bu Inhaga shaxsiy fikri bor bo'lgan, rivojlanishni xohlagan odam, o'qishni xohlagan odam kirganda, bular ham aytadi, o'qish uchun talabani o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Siz uchun ideal talaba qanaqa? Men uchun ideal talaba o'qituvchiga qarshilik qilishni yomon ko'radigan. To есть tushunadigan, o'qituvchiga qarshilik qilish kerak emas, uni berayotgan bilan olish kerak, lekin baribir o'zini fikrida qoladigan, o'zini fikri bor bo'lgan talaba. Ayniqsa bizning yo'nalishda. Shunaqa talabalarni tayyorlashga harakat qilamiz. Boshqachasiga mustaqil fikrlaydigan talaba bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Endi yoshlarda nima qiziqarli bo'ladi, qiziquvchanlik bo'ladi. Men rektor bo'lsam, birinchi bo'lib sport zaliga 4 soat ochib qo'yardim deydi. Men rektor bo'lsam, birinchi bo'lib futbolga soatlarni ko'paytirib qo'yardim deydi. Har xil fikrlar chiqadi. Men bitta narsa aytaman rektorlik o'sha 5 yil rektor bo'lgan bo'lsam boshqa universitetda. Universitetlar bu butun dunyodagi bilimlarni jamlagan tashkilot. Ya'ni boshqa universitetlardan butun dunyodan bilimlarni jamlaydi va qanday qilib buni bolalarga yetkazib berish kerakligini biladi. Shuning uchun ham universitetni obro'si shundan belgilanadi. Shuning uchun ham universitet sifatida maydonga chiqadi. Yoshlar o'ylaydiki, men o'zimga nima kerakligini o'zim yaxshiroq bilaman deydi. Ayniqsa hozir internet avlod, yoshlar hamma narsani internetdan ko'radi, menga shu kerak ekan deydi. Lekin aslida
universitetga ishonmasa, boshqa universitet tanlagan yaxshi. O'zi yaxshi ko'rgan, yaxshi biladigan, ishonadigan universitetni tanlab, keyin u berayotgan bilimlarga, u berayotgan yo'nalishga ishonib o'qish kerak. Chunki universitetlar, o'tdagi professorlar, o'sha universitet jamoasi shu yoshlarga nima kerakligini yaxshiroq biladi. Yoshlarning o'zidan ko'ra. Shu narsalarda adashib qolmaslik kerak. 2 oy ichida biz universitetning o'zining jamoasi kelajagi, fokus areasiga qarab tushunib olishga harakat qildim. Как раз mana bugundan, sizlar bugun intervyuga kelgan bo'lsanglar, o'tgan hafta e'lon bergan edik. Bu hafta davomida to'liq talabalar bilan suhbat. Kunning ikkinchi yarmi to'liq bo'shatilgan. Faqat talabalar birga bir kelib, o'zini shaxsiy muammolari bormi, universitet bilan masalasi bormi, hamma narsani yuzma-yuz aytish mumkin bo'ladi. 4 kun davomida qilsak, payshanba kungacha, keyin juma kuni, oxirgi kuni barcha talabalar uchun umumiy yig'ilish. U umumiy yig'ilishda ham men gapirmayman, minimalni gapiraman. O'zimni tanishtirishim mumkin eng rahbar sifatida, lekin maksimalni talabalardan eshitib, bularni belgilab olish muammolarni. Bir hafta davomida yig'ilgan narsani keyin yechimini topishni boshlaymiz. Men shu paytgacha universitet jamoasidan, o'qituvchilardan, professorlardan masalalarni ochiq holatdagi masalalarni yig'ishga harakat qildim, muammolarni kolleksioner sifatida. Endi talabalardan kolleksiya qilsak, keyin ularning yechimiga bitta strategiyani to'g'irlashni boshlaymiz. Eng zo'r universitet qanaqa universitet bilasizmi? Talabalar o'zini realizatsiya qilishi uchun, bilim olishi uchun sharoit yaratib beradigan universitet. Qanaqa sharoit? Masalan, universitetlarda bilamizki, siz aytasiz, professor o'qituvchilar zo'r ta'lim beradi. Lekin talaba universitetga kiradida, u ta'limni ko'radi. Men kutganimdek emas ekan, men talabalikni boshqacha his qilganim degan afsuslanish ichida baribir bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Siz masalan, Inxani nimaga tanlayapti? Inxada hamma tanlagan talabalar haqiqatan rozimi shu tanlaganiga? Ko'nika o'qiyaptimi sizningcha yoki majburlikdan o'qiyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi kontingent katta, 2000 ga yaqin bola o'qisa, hammasida har xil fikr bo'ladi. Lekin rozilari ko'p deb o'ylayman, chunki men talabalar bilan gaplashganda ham buni sezaman. To'g'ri, har xil odam bor, u shaxsiy fikri bo'ladi. Shaxsiy fikrning xilma-xilligi juda muhim. Bo'lish kerak, norozisi ham, rozisi ham, noto'g'ri o'qitilayotgani deydigani ham boshqasi ham, bu normal holat. Lekin universitet nima bo'lishi kerak? Bu hozirgi ayniqsa yangi texnologiyalar rivoji, sun'iy intellektlarning kirib kelishi va hokazo jarayonlar bilan universitet auditoriyada leksiya o'tish bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lishi kerak emas. Universitetning asosiy funksiyasi butun dunyoda bir xil fikrlaydigan, bir maqsad uchun harakat qiladigan, masalan, dasturchi bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarni bitta joyga jamlash va ularni bir-biri bilan nima deydi, o'rtoqlashishi, fikr almashishi, bir-biri bilan nima deydi, aniqlanmagan savollariga javobni keyin professordan so'rashi. Shu narsani networkingga jamlab beradigan tashkilot. Boya aytganimdek, asosiy universitetning funksiyasi talabalarni o'zi bilim olish uchun sharoit yaratish va shunaqa ekosistemani yaratish. Savollar ko'p bo'lgan ekosistemani yaratish. Javob topishni biz har doim faqat o'qituvchi orqali qilishimiz kerak emas. To'g'ri. Chunki o'qituvchi faqat o'zini, точка зрения, o'zini fikrini aytishi mumkin. Lekin unaqa fikrlarning xilma-xilligi juda ko'p. Bitta fan uchun 10 ta o'qituvchi olib kelsangiz 10 xil tomondan tushuntiradi. Bizda afsuski o'sha ta'lim tizimimiz, maktabdagi ayniqsa ta'lim tizimimizda hali ham bor, bitta o'qituvchidan fikr oladi, bilim oladi, keyin uni keyingi safar kelganda darsda qaytarib aytib beradi, yodlaganday bo'lib, o'shanga baho oladi. Bunga o'rganib qolganmiz. Lekin unaqa bo'lish kerak emas. Masalan, deylik, ko'p misol keltiraman. Alisher Navoiyni bitta g'azalini yodlab kelganda 5 og'in degan tushuncha to'g'ri emas. Alisher Navoiyning g'azalini yodlab kelganda, keyin darsga kelganda shu Alisher Navoiy shu g'azali bilan nima demoqchi edi? Qanaqa fikrni yetkazmoqchi bo'lgan? Mana shu podxodga o'tishimiz kerak. Bizda universitetda shaxsiy rivojlanish uchun ularni nima deydi, itarish, push deyiladi. Iloji boricha ularni ko'proq bilim o'zi olish uchun shu yo'nalishga yo'naltirish asosiy funksiya. O'zini o'zi rivojlantirmagan bolada baribir keyinchalik universitetni bitirgandan keyin to'xtab qoladi. Shu narsa bizda kuchli-da, masalan, o'zbek talabalarida har doim o'qituvchi miyasiga quyib qo'yish kerak. Yoki men bugun 80 minut darsda o'tirdim, ular menga 80 minut nimadir o'rgatish kerak. O'rgansam, keyin o'rganaman. Ular xohlashmaydi 80 minutdan keyin nima o'rganishni-da. Sizlar unga qanaqa yo'l
qidirasizlar? Qanaqa yechim bergansizlar? Avvalambor bundan keyin nima ish qilishligi aytilganmi sizlarda masalan? To'g'ri, birinchi o'rinda o'zi bizda Inxada seleksiya jarayoni kuchli, ya'ni universitetga kirishni o'zi oson narsa emas. Kirishdagi bo'ladigan savollarning o'zi bizga kerak bo'lgan kontingent tanlab olishga imkoniyat beradi. Ya'ni shu mustaqil fikrlaydigan, o'zini ko'proq ko'rsata oladigan, o'zi bilim ola oladigan. Chunki o'sha imtihon jarayonlarining hammasi koreyalik mutaxassislar boradi. Undagi savolnomalar ham hammasi xalqaro standartdagi savollar. Bu savolnomalarga javob bera oladigan talabani o'zi yaxshi seleksiyadan o'tadi shundoq. Birinchidan, boyaga aytganimdek, eng yaxshi seleksiyadan o'tgan, bir xil fikrlaydigan, bir-biriga yaqin bo'lgan bolalarni tujaga jamlanadi. Keyin ularni 4 yil davomida o'zini o'zi o'qitadigan darajaga olib chiqish kerak. Birinchi kursga kelganlar ko'pincha qiynalishadi. Endi to'g'ri, 11 yil maktabda nima deydi, she'riyotlagan, she'riyat berib baho olgan. Bu yoqqa kelgandan keyin qarasaki, she'r ma'nosini so'rashyapti. Albatta bu boshqacha bo'ladi. Keyinchalik bolalarni o'zi moslashib ketadi. Bunga ozgina vaqt ketsa ham to'g'ri yo'lga o'tib oladi. Shuning uchun ham xalqaro standartlar asosida bilim beradigan universitetlarda sifat yaxshiroq. Avvalambor seleksiya, bir xil fikrlaydigan yoshlar, keyinchalik to'g'ri yo'nalishga ularni yo'naltirish. Men o'zim talaba sifatida aytamanki, bizda O'zbekistonda ota-onalar bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Masalan, talabani qanaqa o'qiyotganligini talaba o'zi aytmaydi ota-onasiga. Universitet tomonidan qanaqadir yo'llar qilinadimi sizda Inxada? Endi men o'zim rektor sifatida ota-onalar bilan ko'p ishlashni uncha yoqtirmayman. Sababini tushuntirib beraman. Chunki universitetda yoshlar uch balog'at yoshiga yetgan, ular o'zi alohida shaxs hisoblanadi, birinchidan. Ikkinchidan, bizga mustaqil fikrlaydigan bolalar kerak. Ota-onasini aytganini qiladigan bolalar emas. Ayniqsa dasturlash yo'nalishida, biznes yo'nalishidagi kadrlarni tayyorlash uchun ular kreativ bo'lishi kerak. Ularni fikrini doim podavlat qiladigan, ularga bosim o'tkazadigan universitet yoki ota-ona bo'lishi to'g'ri emas. Biz maksimal imkon boricha harakat qilamizki, bolani o'ziga tushuntirib, o'ziga yo'nalish berish, o'sha ta'sir mexanizmlari bahosini ola olmaydi yoki boshqa narsa bo'ladi. O'zi o'qishga majbur bo'ladigan darajada bo'lishi kerak. U ota-onasi bilan masalan xulqiy muammolar bo'lishi mumkin, ba'zi mana masalalar bo'yicha ota-onaga murojaat qilishimiz mumkin. Buni iloji boricha men masalan rektor sifatida oliy ta'limda ota-ona bilan ishlashni uncha yoqtirmayman. Balkim o'zim dasturchi bo'lganim uchundir. Dasturchida ko'p kreativnost kerak, yaratuvchi bo'lish kerak. Yaratuvchi insonda miyasida chegara bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Miyasiga chegara qo'yuvchi inson paydo bo'ldimi, tepasida undan yaxshi dasturchi chiqish qiyin, ishlamaydi. To'g'ri. Bir marta kichkina muammoni hal qilaman deb ota-onani chaqirib, uni kelajagiga fikrlamaydigan yoshga aylantirib qo'yishni yomon. Bundan ko'ra maksimal imkonimiz boricha o'zimiz tushuntirishimiz kerak. 5 yillik strategiyani tuzamiz dedingiz. 5 yildan keyin qanaqa bo'ladi? 5 yildan keyin universitet bundan ham katta global universitetga aylanadi. Mana buni hozir hamma qadamlarimizni aniq belgilab bo'ldik. Universitet faqat koreyalik mutaxassislar bilan ishlamaydi. Boshqa universitetlar bilan ham global darajadagi sifatli universitetlar bilan ham ishlashni boshlaymiz. Ya'ni o'sha Koreya ta'limi alohida bir yo'nalish bo'yicha sifatida qolsa, boshqa yo'nalishlar ham ochiladi. Hozir London bilan juda yaqin ishlayapmiz. Germaniya, Yaponiya davlatlaridagi eng yaxshi universitetlarni O'zbekistonga olib kelish va yagona brend ostida juda ko'p universitetlarni filiallari, yo'nalishlari ochilishiga intilyapmiz. Buning uchun mana kelishim bilan Koreyada bilan tuzilgan shartnomani yangiladik. Shartnoma asosida to'liq mustaqillik universitetning qo'lida. Endi hamma yangi partnerlar bilan ishlashni boshlaymiz. Universitetda talabalarning sonini bu yil ko'proq olmoqchimiz, chunki universitet rezultat beryapti. Hamma ko'ryapti, shu universitetdan yaxshi bolalar chiqyapti. Bizlarning bitiruvchilar masalan Tesla'da, Amazon'da, Google'da, Microsoft kompaniyalarida ishlaydi. Nimaga endi bu yoshlarning sonini ko'paytirmasligimiz kerak? 10 yil davomida kvota oshirilmagan. Bu yildan boshlab o'sha 450 talik kvotani 700 taga ko'tardik. Yaxshiroq bolalarni ko'proq seleksiya qilish uchun, chunki topshiruvchilarning soni ham ko'p. Lekin juda ko'p bolalarimiz imtihondan o'tmaydi. Chunki oddiy kvotani yetishmasligi edi.
asosiy sabab o'sha koreyalik partnyorlarimiz tomonidan unga ruxsat berilmagani bo'lsa, bu yildan boshlab imkoniyatimiz kengayapti. 5 yil ichida xudo xolasa keyingi intervyuda kelsanglar, yana aytib beramiz nimalar qilinganini. Hozir aytishim mumkin bo'lgani bu bitta umbrella brend deyiladi, ya'ni bitta zont ostida juda ko'p xalqaro sifatli universitetlarni filiallari va yo'nalishlari ochiladigan bitta katta universitetga aylanadi. Nima uchun qabulni ko'paytirmasligimiz kerak? Nima uchun imtihon tanlash kerak? Xo'p, abituriyentlar. Birinchi navbatda imtihon tanlashiga asosiy sabab, umuman universitet tanlashiga asosiy sabab bu uni bitiruvchilar. Ya'ni oxirgi rezultatga har doim qarash kerak. Bu ta'limdagi sifat deyiladi ba'zi universitetlarda, ba'zilari xalqaro professorlar yoki boshqa narsalar deyiladi. Lekin asosiysi oxirgi rezultat bu bitiruvchilar. Universitetni bitiruvchilar qayerda ishlayapti yoki qanaqa o'zi korxona ijrolar tashkil qilyapti, shunga qarab universitetning nufuzi belgilanadi. Maqtana oladigan, bemalol ayta oladigan, qo'rqmaydigan joyimiz, boyaga aytganimdek, bizning bitiruvchilarimiz bu dunyoning eng katta korporatsiyalarida ishlaydigan bitiruvchilar yoki o'zi startap loyiha qilganlar, juda katta o'zining loyihalari bilan minglab odamlarni ishga olgan. Bu bitiruvchilarni chiqarish uchun o'z-o'zidan bundan oldingi juda katta ekosistema protsessi yotadi. Ya'ni o'sha ta'lim sifati, xalqaro mutaxassislarning ishlashi, bu yerdagi seleksiya jarayonlari, tanlab olish, ishlayotgan xodimlarning o'zining ishining professionalligi va hokazo. Lekin bularni hammasini sanagandan ko'ra men oxirgi rezultat orqali universitetni tanlash kerak deb aytaman. Xohlagan boshqa yo'nalishda ham, hamma yo'nalishda ham agar universitetni tanlash oldingizda turgan bo'lsa, oxirgi rezultatga qarang. Bitiruvchilar orqali tanlash kerak. Bizda talabalarda shunaqa fikr bor, yana stereotip deymizmi? Universitetni tugatganingizda sizni universitetingiz sizni ish bilan ta'minlab qo'yishi kerak. U majburmi universitet ish bilan ta'minlab qo'yishga? O'zida harakat qilish kerakmi? Nima ish qilish kerak? Sizlarda talabalarni ish bilan ta'minlash qanchalik? Talabalarni ish bilan ta'minlashga universitet hech qachon majbur bo'lmasligi kerak. Bu to'g'ri emas. Chunki agar majburiyatni bo'yniga olsa, rostakasi majburiyat sifatida, talaba intilishdan to'xtaydi. To'g'ri. Xo'p, nima qilish kerak? Universitetda bozorga tayyor kadrlar chiqarishdan boshlash kerak. Ya'ni o'sha ish beruvchilarni bilan ko'proq ishlash kerak. Ularga uchun kerak bo'ladigan bilimlarni berish kerak. Universitetning asosiy funksiyasi shu ikkita tomonni bir-biriga jamlash. Universitet faqat o'sha talabasini intervyugacha olib borish kerak. O'sha kelishuvlar orqali korxonalar bilan va hokazolar. Uni tayyorlab intervyugacha olib borish kerak. Intervyudan o'tish, ishga joylashish, ishlab ketish talabaning bo'ynida bo'lishi kerak. Boshqachasiga talaba intilishdan to'xtab qoladi. Aniq bilsa, masalan, javobgarlik aniq universitetning bo'ynida desa, unda intilishdan to'xtaydi. Ya'ni biz buni tashkil qilishimiz mumkin, bu oson proses. Lekin u to'g'ri emas. To'g'ri. Unaqa bo'lish kerak emas. Keyin O'zbekiston endi yoshlarimizda balkim bilmayman qayerdan oladi, maktabdandir yoki boshqa joydandir. Hamma narsaga boshqalarni majburiyat sifatida qarash katta xato. Men talabalar bilan uchrashuvda juda ko'p aytadigan bitta gapim bor. Talaba bo'lguningizcha hamma siz oldingizda majbur. Ya'ni yoshligingizdan sizni katta qilishga ota-ona majbur edi. Keyin kattaroq bo'lganingizdan keyin o'sha amakingiz sizga nimadir velosiped olib berishga majbur edi yoki boshqa narsa. Atrofingizdagi odamlarning har doim siz oldingizda majburiyati bo'lgan. Lekin talabalikni boshlanishi bu mustaqil hayotni boshlanishi bilan to'g'ri keladi-da. Ya'ni mustaqil inson sifatida shakllanishni boshlaydi o'sha 18 yoshdan keyin odam. O'sha vaqtda majburiyatlarning hammasi talabaga o'tishni boshlaydi. Shu prosesni to'g'ri yo'lga qo'yib olsa, majburiyatni o'zinikiligini tushunib yetsa, undan keyingi hayoti osonlashadi. Masalan, universitetni bitirishi bilan majburiyatni tushunadigan, uni bo'yniga ola oladigan talaba sifatida chiqish kerak. Shu o'rtada biz yordam beramiz universitetlarda. O'zini hurmat qiladigan yaxshi universitetlar har doim shu prosesdan bolani oson o'tib olish uchun imkon yaratadi. Ya'ni majburiyatlarni imkon boricha bolani o'zidaligini tushuntirib yetish kerak. Shuni tushunib yetmagunicha intilish juda kam bo'ladi. Bo'ladi baribir. Masalan, o'qishga qiziqadigani bo'ladi, kitob o'qishga qiziqadigani bo'ladi yoki va hokazo. Lekin umumiy majburiyatni
o'zini bo'yniga, yelkasiga olgandan keyin o'zgarish katta bo'ladi. Ochiq muhitda xohlagan odam bilan gaplashsada. Biz hozir bitta talabani tanlaymiz, ularni eshitamiz. Ularga savoli bo'lsa, o'sha joyda o'zida beradi. Hech qanaqa uyushtirilmagan, hammasi tabiiy bo'ladi. Random. Hada hammasi yaxshi. Professor Nasir eng qiynaydigan o'qituvchi ekan. Eng qiynaydigan. Такого eng oson o'qituvchi yo'q. Bizda prosta anaqa o'qish jarayonlariga yaxshi podxod beradigan o'qituvchilar bor. Kim? Masalan, Tongzong, Siuki professorimiz, trade business, e-commerce, freight transportation. Siz nima yo'nalishingiz? Logistika. Nechinchi kurs shunda hozir? Ikkinchi kurs. Unda 4-kurs Koreyaga ketishingiz kerak-a? Да. Nechta готов? Ну, так себе морально. Koreyaga nima o'zi biznes tanladingiz? Men aytayman. Men logistikani o'zi yoshlikdan beri shu sohadaman, почти desam bo'ladi, chunki ota-onam ham shu sohada, qarindoshlarim ham. Keyin fizikada unchalik kuchli emasman. Bu yerga kirayotganimda imtihonlar imенно matematika, ingliz tili bilan bo'lganligi uchun logistika как раз. Qiyin bo'lgan? Imtihonmi kirish yo'q, imtihon unchalik qiyin emas. Matematika vishkani masalan agar o'qisa, to oson. Ingliz tili ham unchalik qiyin emas. Mana bu yil bo'lgan imtihonda birinchi imtihon natijasi bo'yicha 70% bola o'ta olmagan imtihondan. 70%. Bor 30% bolaga imkoniyat beriladi, ular ham hali o'qiydimi yo'q. Imtihon oson emas. Ayniqsa SBLda ham juda ko'pchilik tushib qoldi. Koreyan standarti bo'yicha, xalqaro standart bo'yicha. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Lekin zato kirgan odam o'qishga oson-da. Garchi o'qib ketsa bo'ladi. Hozir shunda siz 4 semestr yopdingiz, to'g'rimi? Xolos. 4-sini yapyapman. Nima plan kelajagiga? Bitirgandan keyin nima ish qilasiz? Shu soham bo'yicha logistikada. Xudo xolisa endi O'zbekiston havo yo'llarida ishga kirmoqchiman, O'zbek Airwaysga. Anaqa hozir mana shunaqa katta kompaniyalar tomonidan juda ham yaxshi imkoniyatlar yaratilib beryapti, особенно inha studentlar uchun. Endi siz faqat universitetdan kutmaydi. Ha, yo'q, to'g'ri. To'g'ri. Tanish bilishga gapirasiz. Unaqanisi. Yo'q, men bilan kirish kerak. Anaqa Siuki professordan intervyu oldim, mana shu yerda. O'sha aytuvdilar, to что rosa hozir kompaniyalardan masalan recommendation letterlar yozib beraman, mana shu studentlarimga katta kompaniyalarda ishlashadi, o'shanga inhadan возможность bor deb rosa gapirdilar. Что agar yaxshi o'qisa, ham bitiruvchilariga talab zo'r. Ko'pchilik yaxshi ko'radi, ishga oladi ko'pchilik. Shunaqa. Talabalarga ota-ona sifatida, rektor sifatida qanaqa maslahatlar berasiz? Men ota-onalarning o'ziga ko'proq maslahat berardim, chunki endi ota-onaning asosiy vazifasi universitetga kirgandan keyin bolasi uni shaxsiy rivojlantirish uchun, o'zini fikrini ochiq ko'rsata olishi uchun imkoniyat yaratib berish. Ya'ni ota-ona maktab davrida har doim bolasiga nimadir o'rgatishga harakat qilgan bo'lsa, universitetga kirgandan keyin o'zi nimadir o'rganishga qo'yib berish va shunaqa ekosistema uyda ham yaratish. O'shanda keyin universitetda ham uyda ham bir xil tizim paydo bo'ladi. Talabani rivojiga osonroq bo'ladi. O'zini o'zi rivojlantiradigan, fikrlaydigan talaba paydo bo'ladi. Yaxshi mutaxassis chiqadi. Bizda bilamizki, hamma ham oliy ma'lumotli emas. Oliy ma'lumotli bo'lmagan ota-onalarchi? Oliy ma'lumotli bo'lishi shart emas buning uchun. Bolasini o'zini rivojlantirish uchun sharoit yaratib bersa bo'ldi. Qolganini universitet tomonidan biz qilamiz va birgalikda uni rivojlantirib, yaxshi qiziqib chiqaramiz. Sizga rahmat, samimiy suhbat uchun. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Birinchi marta bunaqa rektorni ko'rishim. Hech qachon o'zim rektorim ham, talaba sifatida o'zim rektorim bilan ham bunaqa ochiqchasiga suhbat qurmaganman. Bitta talabani o'shavamiz, ular bilan bemalol suhbat quryapti. Ular o'qish qanaqa dardlaring borsa, zo'r deyapti. Menimcha haqiqatan o'qish zo'r, sifat ta'lim zo'r. Shuning uchun ham boya bitta talabamiz edi, men farq sezmadim. Ozgina bo'lishi mumkin, lekin baribir ham ta'lim sifati zo'r, tizim yaxshi qo'yilgan bo'lsa kerak bu yerda. To'g'ri. Endi biz maksimal harakat qilamiz, bolalarimiz iloji boricha o'zi fikrlaydigan bolalar bo'lishi kerak. Shuning uchun ham qanaqa taklif bo'lsa, biz uni oldiga borishimizni kutib o'tirishmaydi. Universitetda har doim ochiqlik, rektorxonasi har doim ochiq kelib bolalar xohlagan muammosini ochib gaplashib olishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa обществоda bunaqa imkoniyat bor ekosistemada hamma erkin bo'ladi. Sizlarga ham kelganingizga katta rahmat.
sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Har doim mana shunaqa samimiy inson bo'lishga harakat qiling. Sizni kelajakda ham mana shunaqa katta rahbar sifatida ko'rish bizga nasib qilsin. Balki 5 yildan keyin, balki 1 yildan keyin yana ham kelib, bu universitet haqida intervyu qilamiz, xudo xohlasa. Xursand bo'lamiz. Rahmat kelgani uchun. Agar IXda o'qiydigan bo'lsangiz, siz izohlarda yozing, shu fikrlarga qo'shilasizmi? Haqiqatan ta'lim tizimi shunaqami? Rektor rostdan ham sizlar bilan har doim samimiy suhbat quradimi? Izohlarga yozib qoldiring va Avlod mediani kuzatishda davom eting.